Ota-onam va yaqinlarimni safarga jo'natmoqchiman. Narxlar qanaqa bo'lyapti degan obunachilarimiz uchun Xudo xolasa bugun Hikmat Travel ofisida mehmonda biz Abdug'offor akadan chiroyli qilib ma'lumotlarni olib berishga harakat qilamiz. Sizlar videomizni boshidan bittadan like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videolarimizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sizlar like'larni bosib qo'ygan bo'lsalaring, Abdug'offor akadan endi to'liq ma'lumot olishni boshlaymiz. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Xudo xolasa aka, obunachilarimiz uchun bitta narxlarni tushuntirib bering, sharoitlarni tushuntirib bersangiz aka zo'r bo'lardi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, kunlarimiz Toshkent Madina bo'yicha reyslarimiz yo'lga qo'yildi. 29-30-iyulga narxlarimiz Toshkent Madinaniki $900 bo'ladi. Toshkent Madina. Toshkent Madina. Xo'p, avgust oyiga 5-6-avgustlarga bor, bu ham Toshkent Madina bo'ladi. Buning narxi $930 qilib beramiz. $930. 29-30-iyulga Toshkent Madina narxi $900. 5-6-avgustga Toshkent Madina narxi $930. Xo'p, biz vodiydan boramiz diyorlar uchun Namangan Madina reysimiz ham bor. 29-iyul va 5-avgust kunlari reyslarimiz qo'yilgan. Buni narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. $930 qilib beramiz, zo'r gap yo'q. Xo'p, Farg'ona Madina yo'nalishi bo'yicha ham reyslarimiz qo'yilgan. Farg'ona Madinaniki 30-iyul kuni bor va 6-avgust kuni bor. Buni ham narxini $930 qilib beramiz, xudo xolasa. Vodiy narxi bir xil, xudo Vodiy xolasa. narxi bir xil. Farg'onadan ham, Namangandan ham ketsa bo'ladi. O'zlariga qulay bo'lgan joydan. Qayt bir yaqin bo'lsa. O'zlar Toshkent qulay bo'ladigan bo'lsa, masalan, Toshkentdan ketsa bo'ladi. Ketsa bo'laveradi. Zo'r, mana sanalarda eshitilar. Endi to'lov masalalari qanaqa aka sizlarda? Xo'p, to'lovlarimiz xohlasalang ofisimizga kelib to'lov qilinglar. Xohlasalang onlayn joylarni bron qilinglar. Ofislarimiz respublikaning 3 ta viloyatlarida bor. Andijonda bor, Farg'onada bor, Toshkentda bor. Yo'q bo'lmasa, mana shunda yozilgan nomerlarda Telegram, WhatsApplarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqib o'z joylaringni bron qilishlaring mumkin. Rasmiy hisob raqamlar beramiz, bank orqali to'laysizlar. Yoki-da bo'lmasam, ofisimizga kelib, ofisimizga rasmiy kassalarimizga to'lov qilsalaring ham bo'laveradi. Qaysi bir o'zlariga qulay bo'lsa, shu yo'nalishga biz yuraveramiz, xudo xolasa. O'zlariga qulay bo'lganda bemalol to'lovlar amalga oshirsa bo'ladi. Endi aka sharoitlarni tushuntirib bersangiz, borishgandan keyin qanaqa bo'ladi? Xo'p, sharoitlarimiz Madina Munavvarada 200-300 metr gastinisalarimiz uzoqligi, Makka mukarramada 1 kilometrdan 2 kilometrgacha. Xo'p, Qaysi bir gastinitsamiz bo'sh bo'lsa, o'sha yerga tushadi, xudo xolasa. Lekin avtobus xizmatlari yo'lga qo'yilgan. Xo'p, bundan tashqari Madina Munavvarada 2 mahal o'zbek milliy taomlari, Makka mukarramada 3 mahal o'zbek milliy taomlari. Xo'p, Madina Munavvara ziyoratlari, Makka mukarrama ziyoratlari, Qizil dengiz sayohati ham bu turimizni o'z ichiga oladi, xudo xolasa. zo'r. Xo'p, 50 boshlarimiz yana tushuntirib berishadi. Bundan tashqari firma tomonidan kamzil, so'mka, bejik beriladi va 50 boshi ham iloji boricha billa borib, billa kelishadi, xudo xolasa. Bilmagan hamma narsalarni o'rgatishadi, xudo xolasa. O'rgatishadi. Agar billa ketishmasa, o'sha Madina aeroportida kutib olishadi, xudo xolasa. 50 boshi. Battan yo'lboshchi bo'ladi, xudo xolasa. Ham bo'ladi, lekin lekin xolasa. ko'proq odam bitta qarab ketadigan odam bo'ladi. O'zlari ketishmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa. Zo'r gap yo'q. Xo'p, undan tashqari o'sha so'mka, kamzil, bejiklarni ham aytdik. Yana nimasi qoldi? Manimcha aka hammasini tushuntirib berdi. Mana to'lov masalalarini aytdik, sharoitlarimizni aytdik, narxlarimizni aytdik, qachonga reyslar borligini aytdik. Agar qanaqadir savollar qolib ketgan bo'lsa, agar sizlar bemalol kommentariyaga yozishlaring mumkin. Yo'q, men sirasi javob olmoqchiman deydiganlar bo'lsa, telefon qilsalaring, chiroyli qilib yana ma'lumotlarni yetkazib berishadi, xudo xolasa. Videomizga bitta like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysalaring, birinchilardan bo'lib videomizni ko'rib borishlaring mumkin bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha.